Ayn harfini to'g'ri, yana ham ravonroq va yengil usullar bilan chiqarishimizni so'rab qolishdi oldingi videolarimizda. Ya'ni ayn harfini ham videolarini biz bir necha marta qildik, lekin shunday ham chiqarolmayotgan o'quvchilarimiz bor ekan va shuning uchun bugun sizlar bilan Xudo xolisa ayn harfini yana ham osonroq va yana ham ko'proq samara beradigan ma'lumotlarni, uslublarni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Xudo xolisa bu videodan keyin ayn harfingiz inshaalloh juda ham chiroyli talaffuz bo'ladi. Xo'p, demak, ayn harfini ravon, tiniq, aniq va qolaversa juda ham chiroyli tarzda shu videodan keyin chiqarishni xohlasangiz, videoni ko'rayotganda albatta qunt bilan va kerak bo'lsa aynan muhim bo'lgan tavsiyalarni, aynan eslab qolishingiz qiyin bo'layotgan tavsiyalarni yozib olishni esdan chiqarmang. Demak, darsni boshladik. Xo'p, birinchi uslub ayn harfi halqumni o'rtasidan hosil bo'ladi. Bu sir emas. Ya'ni halqumni 3 qismga bo'lgan edik va halqumni mana bu bo'lib turgan suyak qismi aynan halqumni tubi hisoblanardi va undan sal yuqoriroqdan ayn chiqadi. Aynni chiqara olmaslikning asl sababi juda ham ko'p o'quvchilarimiz, xususan o'zimizni amaliyotda ko'ramiz, praktikada ko'ramiz, og'izni ochishmaydi. U deyishadi. Bu xato. Ay, au. Bugun ham bitta o'quvchimga aytdim. Aynni aytmoqchimisiz, og'zingizni oching. Og'zingizni ochmayapsizmi, ayndan umidingizni uzing dedim. Bu 100%. Ya'ni qachonki sizni og'zingiz ochilar ekan, ayn harfingiz chiqishi uchun bir qadam bosildi. Ha, to'g'ri, bu bilan og'iz ochildi, ayn harfi hosil bo'ladi degan emas. Lekin ayn harfini aytmoqchimisiz, albatta sizni og'zingiz ochilishi shart. A. Ko'rdingiz-a? Xo'p, keyingi qadam bu og'izni ochgandan keyin boshni sal egish. Ha? Mana yondan ko'rsataman. Og'iz ochildi. Boshni sal egasiz. Keyin tilingizni orqaga tortasiz. Qarang. Og'izni ochdingiz. 1. Egildingiz. 2. Ya'ni siz bunda ayn harfini emas, o'sha aynan halqumning o'rtasini siqib qo'yaverasiz. Aynan shu siqib qo'yaverishlikda ayn harfini qanaqadir tovushi hosil bo'ladi. Endi biz bunga fatha, kasra, zamma qo'ysak, endi ay, u degan tovush hosil bo'ladi. Endi ayn harfini og'izni ochmasdan etishlikda nima muammo bor deydigan bo'lsak, ayn harfida kelayotgan havo oqimi burunga o'tib ketib qoladi. Qarang. Ay, au. Siz ham xuddi shunaqa menga o'xshab qiling. Ya'ni burningizni yopib ay, au. Hech qanaqa qarshilik yo'q burunda. Endi og'zimni ochmasam nima bo'ladi? Qarang. Ay. Ko'rasiz, og'zim yopiq. Emas, balki ay emasda ay. Ko'rasizmi? Ay. Au. Vaholanki burundan havo chiqishi faqatgina ikkita harfga xos. Birinchisi mim, ikkinchisi esa nun, ya'ni g'unna sifati. Qachonki siz og'zingizni ochasiz, ay, au deysiz, ana o'shanda to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ikkinchi mashq. Xirillashsiz bo'g'izni orqaga tortish mashqi. Qanaqa bo'ladi desa, bunda ham boya aytilgandek, birinchida aytilgandek, og'iz ochiladi va halqumingizni o'rtasini orqaga tortasiz. Qanaqa bo'ladi? Eshityapsiz? Bu aynan o'sha halqumingiz bir-biriga tegib ajralgandagi ovoz. Mana bu o'sha aynni mahraji bir-biriga urilyapti. Endi biz unga a degan tovush beramiz. Ichkariroqga tushishga harakat qiling, pastroqqa tushishga. Odatda o'quvchilarimiz ya'ni yuqoridan og'iz bo'shlig'idan aytishga harakat qilishadi, bu xato. Ko'rasiz, deganda ham og'zim ochilyapti. Demak, ikkinchi mashqimizda xuddi shunaqa og'iz ochiladi va o'sha bo'g'izni orqaga tortasiz. Tilingizni bunda ham orqaga qo'yasiz albatta.
Endi mana shunaqa tovush chiqishni boshlagandan keyin a, i, u tovushlarni beramiz va natijada u a, i, u bo'ladi. Bu ikkinchi mashqimiz edi. Endi uchinchi mashqimiz. Xo'p, uchinchi mashqimiz bu kichkina sir, lekin buni sizga aytaman. Aynni o'rganayotganingizda doimo harakatli holatida o'rganing. Ya'ni a, i, u, ayn deyishlik qiyin yoki uni sukunli etishlik boshlanishida, ya'ni endi o'rganayotgan talabaga qiyinlik bo'ladi, albatta qiyinchilik tug'diradi. O'shaning uchun uni har doim harakatli a, i, u tarzda o'rganadigan bo'lsangiz, ancha oson bo'ladi. To'rtinchi uslubi. Aynni talaffuz qilayotganingizda oynaga, o'zingizni ko'radigan oynaga yaqinroq kelib, mana buni ko'rasizmi, xalqim? Ya'ni mana bu yerdagi bo'g'iz, bizdan tilda aytganda bo'g'iz o'ynash kerak. Aynan o'ynamayaptimi, sizda ayn chiqishi qiyin. Ya'ni ayn chiqmayotganligidan dalolat beradi. Agar o'ynayaptimi, ya'ni qilganda tepaga pastga tushib chiqyaptimi, aynan bu aynni talaffuzi hisoblanadi. Keyingi mashq esa 5-mashq. 5-mashqimiz, ya'ni oxirgi mashqimiz bu aynni qaysi so'zlarda o'rganganim osonroq desangiz, ikkita so'z aytaman. Aynan shu ikkita so'zda o'rgansangiz zo'r effekt beradi. Har holda men o'zimning o'quvchilarimda bu narsaga guvoh bo'lganman. Birinchisi Ja'far degan so'zda juda ham zo'r o'rganiladi. Ikkinchisi esa Anbar. Nimaga aynan shu ikkitasida desak, birinchisida sukunli holati, ya'ni qiyinrog'i, ya'ni siz ozgina ko'nikma hosil qilganingizdan keyin buni aytsangiz, ayningiz yana ham yaxshiroq rivojlanadi. Ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa, Anbarda u so'z boshida kelyapti. Endi qiyinlari bor, u ikkita. Masalan, birinchisi ilmu. Buni keyinroq o'rganing. Ya'ni ayningiz yaxshi chiqdi, ustozingizga tekshirtdingiz, yaxshi deyapti. Keyin ilmuni, undan keyin esa ya'ni umru, masalan, mana shu so'zlarni ayni fathali va sukunli holatini o'rganganingizdan keyin talaffuz qilishingizni tavsiya qilaman. Aks holda agar bu ikkalovini boshida siz aytishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu aniq sizga qiyinlik qiladi va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketadi. Va natijada ayn qiyin ekan va buni talaffuz qilish menga emas ekan degan noto'g'ri fikrlar miyangizda aylanishni boshlaydi. Va natijada siz arab tilini tashlab qo'yasiz. O'shaning uchun har doim boshlayotganda osondan qiyinga qarab, ya'ni Ja'far, ilmu, umru qilib, ya'ni osondan qiyiniga qarab ketamiz. Agar bu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, o'z fikringizni izohlarda qolishni unutmang. Xudo xohlasa, ayn bo'yicha yoki boshqa qiyin bo'lgan harflar bo'yicha yana videolarni tayyorlab sizga taqdim etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha ilal liqo, ma'as salama.